3 oy oldin shu mashinani dekabr oyida qor yog'ib turgan paytda 10.500 dollarga qo'ydik. Oradan 3,5 oy o'tdi, mashina sotilmadi, qorlar erib ketdi, narxlar ham erib ketdi. Ana endi 9.000 dollarga qo'yamiz. Bormi oladigan bitta mard shu mashinani. Lada X-Ray Cross 2019-yilda ishlab chiqarilgan, 1.8 atmosferniy dvigatel bilan jihozlangan, bosib o'tgan masofasi, probegi bor yo'g'i 15.000 kilometr. Mashina salondan bir qo'l haydalgan, bitta rus amaki o'zlari noldan haydaganlar, top-toza holatda, plastmassalarni ham ko'rishingiz mumkin, matviy holatda, qirilgan, sirilgan, pachon bo'lgan joylari yo'q. Texnik holatlari ham ideal holatda. 3 oyda mana 1.5 dollarga tushirdik narxini. 9.000 bo'lsa berib yuboramiz endi. Любой ustunlarga borib bemalol tekshirtirib olishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, matviy holatda, salondan chiqqandek holatda turibdi. Bitta ham sarapinasi yo'q. Hali hidi ham ketmagan, mexanika korobkali, заводской stok holatida. Mashinaga balon o'rnatilgan bo'ldi. Boshqa hech narsa qilinmagan. Ideal holatdagi hech qanaqa ayb yo'q. Lada X-Ray Cross mexanika. 9.000 dollar. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini videoning ostida qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar.